Barcha ayol va qizlarimiz uchun hozirgi kunda eng yaxshi kasblardan biri bu bolalar massaji hisoblanib kelyapti va kurs qidirib yurgan hammaga shaxsiy kursimga taklif qilaman. Mani kursim oddiygina massaj kursi emas, balki umumiy reabilitatsiya kursi hisoblanadi va o'z ichiga nimalarni oladi. Birinchi o'rinda albatta ham nazariy, ham amaliy jihati bilan o'rganib, meditsina yo'nalishida anatomiyani yaxshi o'rganib, juda ko'plab bolalarda kechadigan diagnoz kasalliklarni o'rganasiz. Bulardan biri X-obrazin, O-obrazin, tish nuqson bo'g'imining buzilishi, displaziya, aplaziya, gipoplaziya, raxit, ichkariga bosadigan bolajonlar, plastoskopiya, qorindan bo'lishi, skolioz, kifoz, lordoz, umumiy qomat buzilishlari, nutqdagi buzilish, ZPR, ZPMR bolajonlarga logopedический massaj ham o'rganasiz. Elektroforiz bilan qanaqa ishlash, gija tushirishsiz, undan tashqari parad, rentgen plyonkalarni mukammal darajada tushunib, hattoki bosh MRT plyonkalarni ham tushunib o'rganasizlar. Qolaversa dars jarayonlarida bizga murojaat qilayotgan patsientlarda konsultatsiyalarni eshitib, ancha amaliyotlarni ko'rasiz.